Assalam. Kitap okuş munberiga hoş geldiniz. Hazır Halide İsrail'nin Keşmiş namlıq romanını okuşunu davamlaştırımız. Ötken qitimliq anlatışımızda toğraqlıqqa kelip ketivatqan ekspedisiyachilarning kündün kunga köpeyip ketivatqanlığı, ularning ba'zilari qadimiy shaharga bir kirib ketgan peti yo'qab ketgan bo'lsa-mu, nurg'unlarning yana sanduq-sanduqlab oljularını elib, tögülərə besib elib ketivatqanlığını işitgan edik. O zamanlarda Ayşxan Baxşı allaqachon olamdan o'tgan bo'lib, uning ishlarini o'g'li Qurban Baxşı davomlashtirib atadi. To'g'raqliqlar qadimiy shaharga berib, jindan ayrilay deb qolgan ikki Angliyalikni qutuldirib oldi. Bu ikkilan to'g'raqliqda bir mezgil turib qoldi. Ular yerliklarning ovlishiga, bo'libmi yo'lbos ovlishiga favqulodda qiziqdi. Yosh vaqtlarda yilpiz yo'lboslarni ovlagan Haşaxundan yo'lbosning bir terisini setib oldi. Va nurg'un oljilar bilan keyin yana keladiganligini deyishib ketib qoldi. Yo'lbos to'g'riliq keyin, yo'lbos terisi to'g'riliq keyin yana anglaymiz. To'g'raqliqlar boshqalar shuncha ko'p mal dunyolarni bulab ketib atgan bo'lsa-mu, lekin bu narsalar musulmonlarga haram deb e'lon qilmaydi. Boshqa yurtlarda janglarga qatnashib qaytib kelgan Salixaxun bir tal miltiq va 5 tal o'qni o'zi bilan birga ilib keladi va ularni nayt avaylab yo'chun saqlaydi. Xo'sh, roman davomlashtiraylik. Salixaxun jamiyati ota bovisidan tortib bobqarchilik qilib kelgan, hunariga tayinib qadr ahvol kun kechiradigan kishilar edi. To'qigan matolari sibti bo'lganligi, ortiqcha baho talashmaydiganligi uchun mahalladagilar ichida inovat topgan edi. Salixaxunmu ota bovisining yo'lini tutib, yurtdoshlarining ishonchiga erishib, egiligini o'ziga selib oldi. Hunariga qo'li xeli kelib qolgan o'g'liga ayrim do'kon qurib bermoqchimi bo'ldi. Biroq zamonning yana kajlig'i tutadiganligini kim bilsin. Yaqindan buyon uning chiroyi echilmas bo'ldi. Zehni chechilib, qo'llari qalampaylashib, ilgarigidek hech kunduzlab ishlagisi kelmaydigan bo'lib qoldi. Alban yasoq yiqquchilar har qitimda uning bir to'p matasi uchun 3 to'pning pulini oladi. U har qancha taqallashibmi, ularni alpozidan yondira olmaydi. Bargancha topgan puli Alban yasoqqa yetmas bo'lib qoldi. Shunga qilmaya mush ishni, do'kon bo'lmasa mush dardmi tugar deb do'konni necha qitim chuvibmi tashladi. Muhtojlikqa chidamay yana qurashtirgan bo'lsa-mu, turilgan qopqi zodi ichilmadi. Yer teray desa, yerning tayini yo'q. Qumliqning o'ttirsidagi alaqanchilik bu yurtda tirikchilikning yo'llari bakla tar. U ba'zida xotin bolalarini agashtirib, xurjun qochilarini yudib, yeri keng, suyi mo'l, ozoda yerlarga ketishni o'ylabmi qoladi. Lashkarlikda yurib, jahonning qo'yni naqadar kengligini ko'rib, ota-onam qumliqning o'ttirsidagi ashu kichikkina yerda qandoq bo'lib turib qolgan bo'lg'iydi deb o'ylab ketgan edi. Lekin 2 kunliga qolgan onasini o'ylasla, bu o'ylardan voz kechadi. Uyan o'ylab, buyan o'ylab, ko'nglidagi tugunni yeshalmaydi. Yuragini g'ajab turadigan g'ashlikdan qutulolmaydi. Alban yasoq yiqquchilar yana keldi. Biri pakar, biri egiz, ikkisila bo'kini akeldisa, beshini ilib keladigan shum talat bir nimlar edi. Badula zamonidami mushundoq odamlar bor edi. Keyin yo'q bo'lib ketgan. Hozir yana paydo bo'ldi. Texim ovib, texim g'oljirlashib ketdi. Ular uning to'qigan matolarining soniga ishonmay, uyini oqtirmoqchi bo'ldi. Mijozim yo'q, do'konda o'tira olmadim deginiga ishonmadi.
Onun öyini astın üstün qilib, xotun ballarını qorqutib, ballarga qishliq kiyim-kechak qilib berish uchun neri elib qo'ygan ikki topnimi elib chiqib ketdi. Shu chaqda uning kallasida nimanidir val-vul qilib qolgandek bo'ldi. Uning kallasiga bir o'y keldi. U darhol ig'ilga kirib, to'risdan eski latiga o'rab qo'ygan ingliz miltiqini elib chiqdi. Sürtüp tazlab, o'q selib, bağının arqa temidan sakrab tushib, O'shki buloqqa boradigan yo'lning chetidagi daraxtlikda mökib o'ltirdi. U paraz qilgandek, uzoq o'tmay biri pakar, biri egiz ikki odam bu yo'lda paydo bo'ldi. Ular yiroqdilla kulishib, paranglashib kelyapti. Egizraki kimnidir qattiq qo'rqitganligini harakatlari bilan do'rab ko'rsatmoqda edi. Ular yaqinlashdi. Salg'axun asta tizlinib o'ltirib, egizni qaraga oldi. Gum qilgan ovoz bilan tang u chiqmollaq tushdi. Pakinak chirqirab oldiga qarab qochdi. Salg'axun uni mu qaraga oldi. Gum qilgan ovoz bilan tang u mu dum tushdi. Salg'axun Solih Margan miltiqini daraxtlikka yo'shirib qo'yib, uyiga qaytib kirdi. Qo'rqib ketgan xotun ballarning chiroyiga qaramay, do'konining oldiga o'tib, ishga kirishib ketdi. Uning qo'llari boshqacha chabdaslashib ketgan edi. Shonining ko'tarilib tushgan chog'dagi ritmlik ovozi uningga xuddi yiqimliq sazning ovozidek anlatdi. To'g'raqlar dastlabda gum-gum qilgan ovozning nimaning ovozi ekanligini bilolmadi. Qo'rqib, titrashib, uylardan chiqib atrofga qarashdi. Ota-ona, bolajoqqa, urug' tuqqanlar bir-birining derikini qilishib, hol ahvollashib, bir-birining salomat ekanligini bilib, ko'ngil to'xtatishdi. Shu arada O'shki buloq atrofidan yuqorqi mahallaga kelgan biraylan yo'lda qonga milinib yotgan ikki odamni ko'rganligini xabar qildi. Kishilar bu ikki odamni darhol to'nib olishdi va ularni jirg'iga silib masjidning oldiga ilib berishdi. Ularning biri allaqachon o'lgan, yana biri qansirab o'shsizlangan edi. 105 do'rg'ilar shu kunila bozorga odam mang'izishdi. Shu kechisi to'g'raqliqlarning ko'ziga uyqu kelmadi. Yoshlar bilan uşaq balalar masjid oldidagi maydonda kechicha parang silishib o'ltirdi. Qeyrilar bo'lsa, texmi bakrak mukchiyib, texmi bakrak yo'tilib, ko'prak vaqtini joynamozda o'tkazishdi. Hamma odam ko'nglida bu ishni kim qilganligini bilib bo'lgan edi, ammo hech kimning og'zidan biror og'iz gap chiqmaydi. Bazardan amaldorlar bilan cheriklar keldi. Mahallada bir haftadak turib, uyma-uy kirib, qurol yaroq oqtirib, cho'nglar, yoshlar, bolalar va ayollar bilan ayrim so'zlashdi. Oxir Solih Bobkarni uydan tutib chiqib, dingziga selib, otning kayniga so'ritib, bozorga ilib mangdi. Uning qeyri onasi bilan bolajoqlari toki yiqilib qolguncha uningga agishib yugurib mengishdi. Eng oxirida cho'ng o'g'li bir qoch suvni dadasiga ichirib bo'lib, varqirab yig'laganicha yo'lda o'ltirib qoldi. U qora otning orqasidan goh yugurib, goh yiqilib, goh qo'pib so'rilib ketayotgan dadasining qarasi qumliq bag'riga singib ketgicha shu holatda o'ltirdi. Solih Bobkar tutilgan kundan tartib kishilarning og'ziga Xadicha degan bir ism chiqib qoldi. Tulxotun Xadicha shu ish bo'lgan kuni daraxtlikka o'tin targili chiqqanligini, shu yerda Solih Bobkarning uzun bir narsa bilan yo'lda ketayotgan ikki kishini otganligini, gum-gum qilgan ovoz chiqqanda o'zining qo'rqib yerga yetib olganligini, ko'zini ichib qarasa Solih Bobkarning daraxtning kovikiga bir narsani tiqib atganligini, cheriklarga bir-birlab
so'zlab bergan ham ularni daraxtlikka boshlab berib miltiqni tepib bergan edi. Salih Babgar shaharda jaduga besildi. Shuningdan keyin to'g'raqliqlar Xadicha otliq bu ayolning chiroyiga qaramas bo'ldi. Xadicha degan ism to'g'raqliqda nihoyat ko'p uchraydigan ism edi. Ammo shuningdan keyin hech kim qiziqa Xadicha deb ism qo'ymaydigan bo'ldi. Xadicha ismliklarning ismlari o'zgartirildi. Bir necha yilgacha tug'ilgan o'g'il bolalarning hammasiga degudak Salih deb ism qo'ydi. İş bunun bilan oyoqlashmadi. Bir kechasi bir ayolning ichidishliq dod faryodi kecha osmonini zilzilaga silib, kishilarni shirin uyqulardan uyg'otdi. Shuningdan keyin to'g'raqliqda chochlari paqbaygan, yuz ko'zni qasmoq bosgan, o'zi bilan o'zi so'zlashib, goh yig'lab, goh kuladigan bir ayol paydo bo'ldi. Kishilar uning Xadicha ekanligini bilib, yana uningga ish og'irtishdi. Qo'lim qo'shnilari oshdan berib, bargan turgan yerdan xabar elib turishdi. So'g'uq tushganda uni qabristonlikda qechib yurgan yeridan tutib, Qurban baxshining uyiga olib berishdi. Yo'l bo'yi yulqinib, udul kelganni tepib, tishlab kelgan Xadicha baxshini ko'ribla shuklab qoldi. U qayntib bergan dorini darhol ichib, itdek sadoqatmanlik bilan uning og'ziga qarab jim o'ltirdi. Keyingi kunlarda kishilar uning beshini yerdan ko'tarmay, uy supurib, suv to'shib yurganini ko'rdi. 50 yoshdan oshgan Qurban baxshi shu yili qishda masjid jamoatini chaqirib, oddiy to'y o'tkazib, Xadichani nikohga oldi. U Xadichadan 2 bolalik bo'ldi. Anlavatqınınız Halida İsrail'nin Keşmiş namlıq romanı. Kitap o'qish munbiri tarqatdi. 6. bab. Abdukerim Qari 7 yilni xonliq madrasasida ilm tahsil qilish bilan o'tkazib, ustozlari va do'st birodarlarining to'sqiniga qaramay tug'ilgan yurtiga qaytib keldi. Dadasi yashinib qolgan edi. Uning ustiga dadasining ra'yiga bo'ysunib, amriga olgan yosh kelinchakni uzoq yolg'iz tashlab qo'yishga ko'ngli o'nimadi. Yosh kelinchak ayni yillarda Badavlatning Bagzodasini oshiq beqaror qilgan Sadabxon ismli sohib Jamol ayolning navrisi bo'lib, bo'y turqi, chiroy shakli cho'ng onasining yosh vaqtlariga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Shahardan o'ylinishni ko'ngliga pukib, to'y ishini kayniga surib kelgan Abdukerim Axun dadasining amriga bo'ysunib, to'y qilgandan keyin ayolining o'zi o'ylagandan nechasi yaqinlik, royish va sopdil ekanligini his qildi va uningga tezla bog'lanib qoldi. Abdukerim Qari to'g'raqliqda imom va mudarris bo'lib yashadi. Qutlug' Hoji 90 yoshida u olamga safar qilg'ucha izzat hurmat bilan beqib farzandlik burchini ado qildi. Dadasining oxiratlik ishlarini ado qilib, haj safariga otlandi. U haj safarida xatarli tog'davollardan, daryo dengizlardan, yot ellardan o'tib, chiroy turqi va gap so'zi xilma-xil odamlar bilan uchrashdi. Ularning andishilik chiroyidan va gap so'zlaridan dunyoning tinch emasligini tushundi. Qashqari texmi davolg'ib turadi. Qurolliq askarlar, nayza, polt pichoq bilan qurollangan odamlar bilan to'lgan shahar qatma-qat qurshaq ichida edi. Abdukerim Qarahoji xonliq madrasasida bir kech qo'nib, ishonchli kishilarning hamrohligida xufiyona yo'llar bilan shahar sirtiga chiqib ketdi. U tavakkulchi emas edi. Rayish tabiatidan urush janglarga texmi loyiq emas edi. Yana bir tarafdan qiyri onasi bilan bolajoqlari uning yo'liga qarshib turadi. U ana shundoq intizorlik ilkida yurtiga yurib ketdi. To'yi bilan
to'g'ilgan yurtiga yaqinlashib kelganda, qum dengizining o'ttirsida yap-yeshil chayqilib turgan to'g'raqliqning dunyodagi birdan-bir tinch makon ekanligini his qildi. Yurtdoshlari uni izzat-hurmat bilan qarshi oldi. Kasal bo'lib yetib qolgan onasi uni ko'rib, saqayib, tetiklashib ketgandek bo'lib qoldi. Bu yerdagi xotirjam, orambaxsh hayot sohib Jamol ayolining sodda, ammo cheksiz yaqinliq noz karashmalari. Bir-biridan chechan, onasidek yaqinliq cho'ng bo'layotgan o'g'il qiz farzandlarining xushliqi uningga jahon andishlarini unutildirdi. Bu yerda u o'zining shaharga loyiq emasligini, to'g'raqliqdan ayrilolmaydiganligini, mushu yerda yashab ota-bobolarining izini besish kerakligini yana bir qitim cho'nqir his qildi. Abdukerim Qarahoji 2-yildan tortib ko'nrab qolgan masjidning o'rnini egizlatib, kengritib, boshqadan yasashga tutish qildi. Madrasa uylarini yengilab, sonini ko'paytib, 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan o'g'il, qiz bolalarni madrasaga yig'ib aralash o'qitdi. Ilgari madrasa o'qishla o'rgatiladi. Mollalar bilan ota-onalar arab harflarini do'rab yezib baxmoqchi bo'lgan bolalarning qo'liga uratdi. Abdukerim Qarahoji bu qitim ko'ni o'qitish usulini o'zgartib, o'qish, yezishni tam o'rgatdi. Bu to'g'raqliqning ko'nicha o'qitish tarixidagi cho'ng ish edi. Abdukerim Qarahojining qo'lida tarbiyalanib, keyin Qashqarda o'qigan Mo'minaxon ismli bir yigit Qashqardagi donliq xattatlardan bo'lib qoldi. Har qitim ilm ahlilari uning qalam tavirtishini yashnab turgan gulchimallarning yalpinishiga yoki arab arg'amoqlarining to'viqi ostidan chiqqan shamolga o'xshatganlarda u o'zining tunji ustozini eslaydi va ta'rifini qiladi. Xo'sh, bugun mush yergacha anlatayli, davomini at o'qib beray. Aman bo'ling. Xo'sh.